Assalomu alaykum qadrli Buxoro Yo'l va kanal obunachilari, assalomu alaykum qadrdonlar. Bizni internet tarmoqlari orqali, YouTube telekanallari orqali kuzatadigan aziz muxlislarimiz, bugun yana bitta obyektimizni yakunlash jarayonida turibmiz. Bugun obyektimiz Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Kamlon mahallasida bo'lyapti. Mana bugun xonadon sohibi Abdurahmon akamiz yonimizda turibdilar. Keling, Abdurahmon akamizdan batafsil ma'lumotlarni olamiz. Bizning xizmatlarimiz haqida, tafsilotlar haqida suhbatlashamiz. Abdurahmon aka, bizning xizmatlarimiz sizga ma'qul bo'ldimi? Zaborlarimiz haqida, xizmatlarimiz haqida. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Mana 3 kundirki mana mehmonimiz bo'ldi. Mana Buxoro viloyatidan, Shofirkon tumanidan tashrif buyurib, qimmatli vaqtlarini ajratib kelganlar uchun avvalambor rahmat. Mana xizmatlarni ko'rib o'tiribsizlar. Xizmatlar a'lo darajada bo'ldi. Men mingdan ming roziman. Lekin mana qishloqdoshlarimga shu anavini tavsiya qilaman. Boshqa nima deyman, shu guring. Abdurahmon aka, agar ketirgan mahsulotlarimiz, qilgan xizmatlarimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, qishloqdoshlaringizga, mahalladoshlaringizga bizni zaborlarimizni, xizmatlarimizni tavsiya qila olasiz demak-a, shunaqami? Albatta. Obunachilarimizdan iltimos qilamiz, kommentariyaga kirib, like tugmachilari bosib, zabor qilmoqchi bo'lgan tanishlarga uzatamiz. Keyingi obyektlarga uchrashguncha sizlar sog' va salomat bo'laylik. Rahmat, sog' bo'linglar. İltimasım senden Allah, inson kutar sendan panoh. Yigitni behuda burdini tukma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. Yigitga davlat ber, davlat yarashar, yigitga savlat ber, savlat yarashar. Gullagan chog'ida xazondek to'kma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. Yigitga davlat ber, davlat yarashar, yigitga savlat ber, savlat yarashar. Gullagan chog'ida xazondek to'kma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. Ko'chada yuradi uyda xayoli, ko'zlari intizor kutar ayoli. Taqdirni beshafqat o'yinida tutma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. Ko'chada yuradi uyda xayoli, ko'zlari intizor kutar ayoli. Taqdirni beshafqat o'yinida tutma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. Yigitga davlat ber, davlat yarashar, yigitga savlat ber, savlat yarashar. Gullagan chog'da xazondek to'kma, yo'qchilik kelganda qaddini bukma. El ichra baland tutsin boshini, har yerda